Ikkala qo'lda ham emas, bitta qo'lda kesib beraman. O'zbek bo'lib turib, pardeshkani o'rniga negativ bildirmasdan akalar qo'llab-quvvatlanglar. Bugun yana bitta xonadonimizni dikki jaluzilarni hamma xonasiga qilib berdik. Hamma xonasiga rangini o'ziga mos bo'lgan holatda qilganmiz. Xudo xolasa, ko'ringlarchi qanaqa chiqdi keyin. Xizmatlarimizni ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Bu ishni xudo xolasa endi boshladik. Bunaqa dikki jaluzini, kim shunaqa jaluzilar kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga aloqa qilasizlar. Ishlar chiroyli qilib beramiz. Arablarning bitta maqoli bor. Ana amiru va anta amir, faman yasuqul hamir deydi. Ya'ni ma'nosi sen ham boshliq bo'lsang, men ham boshliq bo'lsam, mayga kim qo'yadi deydi. Hamma boshliq bo'la olmaydi. Baribir ish bo'lgandan keyin bitta odam bosh bo'ladi, qolganlar unga ergashadi.